o'tilgan daqiqalar inshaalloh erdan ajragan yosh kelinchak mavzusiga va nihoyatda yakun yasayapmiz. Oldimda mana bir qadrdon qanotim. Mana shu ishlarga eng avvalo sababchi bo'lgan inson ustozim mana ertalabdan beri kelib yonimda turibdi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh sog' bo'lsin. Bir oilaga xursandchilik kelishdan buyon so'raylar. Hozir mana tog'amiz operatsiyani boshini o'tkazdi. Akamiz tog'amiz sog'lom. Mana ikkita qizlar mana uyli bo'ldi tog'amiz, vatanli bo'ldi. Rahmat amalar. Necha yillar mana sarson bo'lib yurgan oila bugungi kunda xursand. Endi yosh insonlar boriga shukur mana kirishyapti sekin ichkari yangi uylariga. Uylar qulluq bo'lsin. Hammaga bo'lsin. Yig'lamang kızım. Qarang qancha yaxshi insonlar bor ekan, ko'rdingizmi? Allohga shukr, rahmat. Mana dadangiz sog'lom, mana vatanli bo'ldilaring. Mana quvalaringizdan hojilarlar kelib o'tiribdi mana. Bu oilaning xursandchiligini ko'zim bilan ko'raydi va Ko'zim bilan ko'rib, televizorda ko'rmasa ko'zim bilan ko'raman deb kelibdi mana. duo qilavering. Shuncha odam sizga shunchalik mehnat qilib nima qildi, umrlaridan baraka topsin. Sizlar qo'nib salomat bo'ling. Tog'alaringiz salomat bo'lsin yoningizda. Sizga ham shifo bersin. Sog' bo'ling. Shag'lardan kelsin. Hojona nevaralarga erkalik qiladi, xolos o'zi yaxshi. Ana Andijonda bittasi bor edi. Kunduz yurolmas ekanda, kechki ishga o'qib yurar ekan. O'shalardan mazmiz xola. Bilasizmi, ha, to'g'rimi? Ha? Menga cho'lim bunaqa ayyorchilikni o'rgatdi. Halizapman hojona. Shunaqangi to'g'ri so'z odam edi. Ashir Quvadiga borgan bo'lsalaring, mashinalarini tuzatib bergan Zaynobiddin degan bola edi. 60 yil ro'zg'or qildik. Sen degan bor. Rahmat. Hojona qachondan nech seriyasini kuzatdingiz bu? Mana shu Tursunoyxonni. Boshlanishidan ko'rmadim. Keyin bilib qolib, ana qizim qaytarib qo'yib berdi, barini ko'rdim. Hammasini kuzatdingiz. Kuzatdim. Bu odamni tanidingizmi? Tanidim, dadam ko'rgani borgan onaxonlar. Rahmat, Tanjonni sog' bo'lsin. Yuzga kirganingiz ham ko'rishlik nasib qilsin, birgalikda yonma-yon turishlik. Ilohim. Samonlarga. Xursand bo'ling, hojona umringiz uzoq bo'lsin. Mana jannat onamni ham ko'ringlar, ilohim. Uyimni eng katta sovg'asi. Salomat bo'ling. Joylaringiz jannatda bo'lsin. Bu mani eng chiroyli yuzli onam. O'sha turmushga chiqishlaridan oldingisi. Odinaxon. Bu 1 yil oldingisi. Namanganga dadamni fermerlar aylantirgan, olib borganlarida tushganlari 1 yil oldi. Umrlaring, tanjonlaring sog' bo'lsin. Aylangan joylari jannatdan bo'lsin. Sizlarni xursandchiliklaringda u ham xursand bo'lib yotadi. Alloh o'zi tarbiyat manat qilsin. Xursand bo'lib yuringlar. Endi bu qizimiz ham o'ylaydi-da, mana shunaqangi bugungi xursandchiliklarni onam ko'rmay o'tib ketdi deb. Unaqa ilinishni qo'yaverasiz. Bitta Anvar aka bir gap keldi. Bilsalaring, kim videoni kuzatgan bo'lsa, aziz obunachilar, mana hojona kuzatgan bo'lsangiz, hamma har borganimda Tursunoyxon duo qilayotganda nima bo'lardi uyda? Xo'roz qichqiradi. Xo'roz qichqiradi. Endi tushdi ta'birini shu yerda aytib bering. Ashit aytib beraymi mana? Ha. Men 90 mana shu 80ga kirgunimcha yerni ichida edim. 3 ta yerimiz bor. Tog'ada birgada bo'lib turardi. Agar o'tlar to'g'lar bor edi, xo'roz bilan. Men ish qilayotganda nimaga azon chaqirsa, hali xo'roz bog'da qichqirardi. Hali yonidagi ayollari yig'ilib kelib, billa uyiga kirib ketishardi. Keyin namozini o'qib olib chiqishib yana o'rlashardi. Ba'da peshinga nimaga chaqirganda, tongga chaqirganda, u xo'roz yana qichqirardi. Ayollarini yig'ib olib kirib ketardi. Shuncha hayvonga tan berganman.
Agar ko'rgan bo'lsangiz videoda xo'roz bilan gaplashdimi? Ha, gaplashdik, Ey, ha. gap qo'shadigan bo'lsang, kattalar gapirayotgan. So'yib tashlayman deb. Tushda nima bo'ldi? Shunda onam kirib, eshikni ochib keldi, dag'dag'a bilan kirib keldi. Kirib kelib, xo'rozni nimaga so'yaman dedilar yo'lda. Aya, Ihsonga taldi desam. Yo'q, uni so'ymaylar. Uni Dilmurod akangga ber. Uylarida qichqirib yursin xo'roz. Uni men yoshligidan katta qilganman. Diyorlar, xo'p bo'ladi ona, men roziman. Ming marta roziman. O'sha akangga rahmatimni yetkazgin. Agar o'sha kunda men ham bo'lganimda qanday, lekin yonimizda, oramizda, lekin onam bilan birga. Aslan bilan men bolam. Ular doim shu tayyor. Mana mana shuni aytmoqchi edim. Men xo'rozni o'sha uydan chiqadigan kuni Mutabar akamga aytdim, Mutabar tog'a, xudo xolasa shu yerda shuncha yashadingiz, shu yerda so'yib, qon chiqarib, xudo xolasa chiroyli qilib sho'rvani qilasiz, keyin uyga olib ketaman. Desam, ertasiga telefon qilib, onamga tushimga onam kirdi. Xo'roz so'yma deyapti aka, shuni olib keting dedi. Endi azizlar, to'g'risi keyin men bularga iltimos qildim. Mayli, chin ko'ngildan shu onangizning iltimosi bo'lsa, tushingizda aytgan bo'lsa deb, ana shu bir dona makoni bilan xo'rozni shu operatorimga berdim keyin. Boqqin, shu xo'roz bilan tovuqni boqqin, savob tegib tursin. Tuxum tutsa ye, o'sha savob tegib tursin dedim. Hayvonot So'ymadik o'sha xo'rozni. Bani qo'ying. har ozon chaqirganda yetalab olib kirib ketadi. Ne o'zimga aytamanki, namozini o'qib chiqyaptim ular. Har ozon chaqirganda olib kirib ketadi. Har bitta xonadonda o'rmalab turadigan narsa bo'lish kerak-da. Parrandam 7 xazinam biri deb bekorga aytishmagan. Mana muhtaram prezidentimiz parrandachini ko'paytiringlar dedi. Muhtaram prezidentimiz gapiga gap turib shat dedi, mana to'g'rilar ko'paytirib yubordim. 100 ta nonushta o'g'im bor, xo'roz ko'p. Qachon o'lsiz? Xudo xohlasa. Bir tomosha qilib aylanib ketasiz. Tanishib qoldik. Keyin Xudo xohlasa. hojona yana bitta iltimosim bor meni. Men shuncha Azamatjon vaqti keling 1 minutga. Endi iloji yo'q, shuncha xohlamadi, endi majburman. Bilsalaring shu video boshlanishida biz sababchi insonlar deb chiqqanmiz. Keling Azamatjon. Mana shu inson Odinaxonga hozirgi kunda 2 sonli maktabda sinf rahbarlik qilayotgan ustozlari bo'ladi. Bu yerda mana biz aytgan o'sha 2-maktabda direktori, biz aytgan Asil opam, mana shu insonlar bizga aloqaga chiqdi, ustoz qo'ng'iroq qilishdi. Haqiqatda ham shu oila qiynalganligini, sharoit og'irligini bizga tushuntirishdi. Biz bordik, o'rgandik. Mana juda ko'pchilik hissa qo'shdi, juda ko'pchilik yordam bilan mana planlar o'zgardi. O'zi asli Dilfuza opam operatsiyasiga yordam bering deb iltimos qiluvdilar. Bu yoq operatsiya bilan uylarga aylanib ketdi. Avvalo sizni otangizga, onangizga rahmat. Rahmat bolam. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Men to'g'risi shuncha faoliyat yurdik. Ustoz, sizni qo'lingizda mana shuncha joylarda uy qurdik. Birorta joyda birorta ustozni ko'rmadimki, o'quvchisi uchun jon kuydirgan. Lekin mana shu yigitni otasiga, onasiga rahmat. Mana shu ikkala Dilfuza opa, Asil opa sizlarga katta rahmat. Balkim chiqmaganlaringda bizga, balkim biz bilmasdik. Avvalo hammasiga sabab Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Salomat bo'ling. Qolaversa, uzoq yaqinda ko'rib turgan shu mana shu oilaning bir xursandchiligi oz bo'lsa-da sherik bo'ladi, ehson qilgan insonlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Nimaiki niyatda ehson qilgan bo'lsalar, ehsonlaringizga qabul bo'lsin. Hammalarga rahmat. Mana Dilmurodjon boshchiligida bir oilaga hammalaring xursandchilik olib keldilar. Mana xursandchilikni ko'rib turibsizlar. Hech kim bunaqa kunga tushmasin. Hammaning xonadonida to'ylar bo'lsin. Tog'a qanjoyi sog' bo'lsin. Qilichday bo'lib yuravering, tog'a. Keyin Yollarga ham rahmat. duo qiling. Jonlari sog' bo'lsin. Umrlari uzoq, rizqlari bor. Million bo'lsin. Birda bersa 10 mingda qoladi. Yana bir narsani alohida aytay. Bilsalaring, orada biz qiynalib qoldik. Mablag' Ramazondan keyin ozgina to'xtashni boshladi. Shunda men maslahat olish uchun ustozning oldiga bordim. Ustoz shunaqa bo'lyapti. Bilsalaring, Akmalxon akamni ham shu video qilib chiqargandim, ustozni olib borgandim. Borganlardan keyin sezilarli darajada mablag'lar o'zgargan. Lekin YouTube'da emas, Instagram'da Anvar akam shu videoni qo'ydilar. 1 milliondan oshiq prosmotr bo'ldi bu video Instagramda. 1 milliondan oshiq. Lekin men 30 kun davomida qo'ygan videoyimni hammasini hisoblasam ham 1 million bo'lmaydi. Lekin Anvar akam shu Instagramga qo'yib berdilar, kartalarni qo'yib berdilar shu Mo'tabar tog'am.
aynan ana shu videodan keyin juda katta o'zgarish bo'ldi. Mablag'lar yig'ilish yana ham tezlashdi. Bu yerda sizni ham alohida hissingiz bor ustoz. Bizdan baraka toping. Alloh bizni ko'rib, bizga ishonib, mana shu oilalarga misol uchun ehson qilgan insonlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yinglar. Kimlardir ehson qila olmasa-da, shu gruppalarga tashab, boshqa odamlarga tashab bir sababchi bo'lib qoldi. Shu sizlar orqali videolar ko'rib ehson qilgan insonlardan haqlarga duo qilib qo'yinglar. Hojana, tan joyingiz sog' bo'lsin. Doim duodamiz, Xudo xolasa. Sizlar ham salomat bo'ling. Shunaqa xolis xizmatlardan ancha munchasiga Tan haqli joyingiz sog' bo'lsin. Xo'p bo'ladi. sizniki ma'qul deb qo'yavering Xo'p bo'ladi. Mashinada yutib ketadi. Negativchilar sizlarga ma'qul ekan. Hojonani aytgan qilaman. Nima degan bo'lsalaring to'ppa to'g'ri aytibsizlar. 65 yil. Umrlaringiz uzoq bo'lsin sizlarda ham. Bu alohida. Sizlar